أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar alemlerinin Rabbi Allah'a olsun. Yaxşı akıbet, muvaffakiyetler, hoşyarlığa olsun. Salat salam, aman iyilikler, kollaşlar ve destekleşler. Bu Allah'ın peygamberi, şundaqlı bizning rehberimiz Muhammed Aleyhisselam'a, onun sahabelerine, onun ehli beytiga, onun yoludan mangan bütün yoldaşlarına olsun. Esselamu aleyküm. Qadirlik Şarkı Türkistanlı qarindaşlar. Bugünkü sohbetimiz Sure Tövbe 38. ayetten boludu. Körep toğunanladık. Bugünkü sohbetning temisi düşmanga qarşı küreş qilmaganlarning yo'qolishga mahkum ekanligi haqida dedik. Bu ayet mush mazmunni bayon qiladi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi ittaqaltum ilal ard aradaytum bil hayati dunya minal ahireh fema mata'ul hayati dunya fil ahireti illa qalil. Sadakallahu azim. Ey iman etgan kişiler! Nim boldu sizlarga? Allah yolida kurash qilinglar, jihad qilinglar desa düşmanga qarshi, zamonga yetishib bilan bütün ig'irlig'inglarni zamonga berib, zamonga yepishib bilan yerda yetib qoldinglar. Qimirlig'idek holinglar yo'q. Zamonga qo'ziqa qadab qo'ygandeklar yerdan arlanmaysizlar. Aradaytum bil hayati dunya minal ahireh. Sizlar o'zinglarni musulmon hisoblagan bilan, mu'min hisoblagan bilan, balki hisoblagan bilan oxiratdan voz kechib dunyo hayotiga rozi bo'ldinglarmi yoki? Bizga mush dunyo bo'lsa yetadi, oxiratning keragi yo'q degan hal chiqib qoldinglarmi? Fama mata'ul hayati dunya fil ahireti illa qalil. Dunyo hayotini oxiratga silishtirgan vaqtida dunyo yo'q hukmidadir. İlla qalil degan qalildan boshqa narsa emas. Dunyo degan beklam oz narsa. Ya'ni bir narsani azaytib eng kichiklatgan vaqtimizda shu eng kichik narsa shu dunyo hisoblanadi deydi. Peygamber Aleyhisselam bu ayetni tushundigan vaqtida shunday bir hadis bergan. Sizlar bir dengizning bo'yiga berib qolgan vaqtingizda dengizga shu bir barmoq qo'lni shunda chigizib olsanglar, barmoqqa juqqan suv dunyo desang, oxirat dengizdagi butun suv shu degan. Oxirat butun dengizdagi okeandagi suvg'in bo'lsa, dunyo bir barmoqqa juqib qolgan suv. Shunchalik darajada oz, qimmati yo'q, hech nimaga yaramaydi degan gap. Oxiratga silishtirgan vaqtida. Qarindoshlar, Allah bu oyatda ey mu'minlar deb xitob qilyapti. Ey mu'minlar. Endi buni biz o'zimizga tatbiqlagan vaqtimizda qarindoshlar, biz Sharqiy Turkiston xalqi o'zimizni islom diniga e'tiqod qiladigan mu'min musulmon millat deb hisoblaymiz. Nahmush ya ayyuhallazina amanuga tushadigan bir millat biz. Yani kimligingni ko'rsa, qanday millat sen kimliging nima degan vaqtda biz musulmon millat deymiz. Allohga iymoning bormi desa, men mu'min deymiz. Mush ya ayyuhallazina amanuning eng mukammal muxotabi biz. Chunki iymonimiz var deb iymon davosini qilamiz. Biz musulmon deb islom davosini qilamiz. Unda bo'lgandan bu oyat bizga xitob qiladi. Ey o'zini musulmon hisoblaydigan, mu'min hisoblaydigan ey Sharqiy Turkistonlik xalqi. Malakum
Nima bo'ldi sizlarga? Sizlar bundan millat emasdinglar-ku. Tarixingizga qarab boqinglar, ajdodingizga qarab boqinglar. Sizlar shunday hajmoda o'tgan bir millatmidinglar? Tarixingizda shundaymi sizlarning? Ma'alaykum nima bo'ldi hozir? Nima kuniga tushib qoldinglar bu ahvolingizga bir qarang. Sizlarga deyilsa Alloh tarafidan buyruq berilsa, infiru düşmanga qarshi urush qilinglar. Düşmanga qarshi urush qilmasanglar, o'zingizni saqlab turolmaysizlar. Hozir holatingizni saqlab turolmaysizlar. Millat sifatida davom qilolmaysizlar deyilgan chaqda, ya'ni infiru fi sabilillah, Alloh yo'lida Allohni rozi qilish uchun Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurash qilinglar deyilsa, istaqaltum ilal ard, yerga yepishiblam, yerparas bo'lib ketdinglar, yerparas, dunyoparas bo'lib ketdinglar deydi. Dunyoparas degan dunyoga ham cho'qinadigan, dunyo bo'ldi deydigan, bütün nishoni, bütün g'oyasi dunyo, oxirati yo'q. Mushunda tushunib qoldinglar. Qarindoshlar, istaqaltum deganning asli ma'nosi eg'irligini berish degan gap. İnsan tuproqdan yaratilgan moddiy bir maxluq bo'lg'achqa, tuproqdan yaratilgan moddiy maxluq bo'lg'achqa, mush tuproqdanki tortish kuchi bo'ladigan har qanday narsani mush yer yuzida qo'yib bergandan keyin yerga yiqiladi. Ya'ni tortish kuchi bor. İnsanı modda bo'lg'achqa, agar irodamizni qo'llanmasak, o'zimizni qo'yib versaklam yerga yiqilamiz. Yani zaten biz yerden yaratilgan, irademizni qo'llanib, a'loyiga chiqishga, yuqori hedeflarga, yuqori nishonlarga chiqish uchun irademizni qo'llanmasak, normal qo'yib aytgandan keyin yerga yiqilamiz. Dunyoparast bo'lib ketamiz. Dunyoga cho'qinadigan bo'lib ketamiz. Shu iradamizni qo'llanish orqali dunyoninki tortish kuchidan texmi kuchli irodamizni qo'llanib, dunyodan siyrilib, yuqoriga mangmasak, Allohning amr farmonlari o'tmaydigan bo'lib ketadi bizga. Olamlarning Rabbi Alloh amr qiladi: "Ey bandam, seni men yaratdim. Ma dunyodagi vazifang ma'vu, dushman bilan kurash qilish. Kurash qilmasang, sendan men rozi bo'lmayman. Mushu dunyoda xar bo'lgandek oxiratdan xar bo'lsan" deb Alloh amr bersimi, inson tanışmas halga kelib qoladi. Ma quloqdan chiqib, ma quloqdan chirib, ma quloqdan chiqib ketadigan hal keladi. Allohni tanışmaydigan halga kelib qolgan inson payg'ambarni tanışamdi. Allah'ni ve Allah'ın peygamberini tanışmaydigan halga kelib qolgan inson boshqa normal bir insonni tanışamdi. Ağızda gapni pong-pong atgan bilan qarindoshlar, iymon bo'lmasa, irodani qo'llangandek ma'naviy kuch bo'lmasa insonda, shunda Allohning rasulini tanışmaydigan halga kelib qoladi. Tanışmaydigan halga kelib qolgandan keyin oyat davomli o'qilib turgan taqdirdami, yerga yetib olib, yerdan qopmas, yerdan ajranmas bo'lib qolgan gap. Bunda deganlik shu dunyoparast bo'lib ketadi degan gap. Endi biz o'zimizga selishtirib boqqan vaqtimizda, ishg'oliyat tarixiga qarab boqqan vaqtimizda qarindoshlar, aramizdan chiqqan nurg'un yaxshi insonlar chiqdi, mujohidlar chiqdi, yaxshi insonlar chiqdi. Ular o'rnak bo'lib bizga boshliq qilib mangdi. Nurg'un inqiloblarni qildi Xitoy tajovuzchilariga qarshi. Ammo biz millat sifatida uyg'onmag'achqa, millat sifatida tirilanmagachga, u qahramonlarimizga ega chiqolmadik. Sharqiy Turkistonning bir yeridan inqilob chiqsa, boshqa yerdagilar uxladi. Yana bir yerdan chiqsa, boshqa yerdagilar tilladi. Yana bir yerdan inqilob chiqsa, boshqa yerdagilar pipan qilib, uni
Özünün qəhrəmanlarımızın özümüz tillaydigan halga keldik. Bu nimenin alameti dese qarindoshlar? Dünya parast bo'lib ketganlikning. Ahiretdan vaz kechganlikninki ifodasi. Shuning uchun Alloh bu yerda sizlarga nima bo'ldi? Sizlar bunda millat emasdinglar-ku. Dünya hayotiga rozi bo'ldinglarmi deydi. İnsan bu dünya uchunlam yaratilgan maxluq emas. Bu dünya uchunlam yaratilganlik kimlar? Başqa canlıqlar, başqa hayvanatlar. Qiyomat bo'lganda Allah insandan hesap aldı. Hesap elip imtihan ötkenlerini cennetke, ötkenlerini cehennemge taşlaydı. Başka canlıklarını çok, hayvanatlarını, başka canavar cinsiz neslerin hemsinin hesap kıyameti toplaydı. Toplap bizden hesap elip olan niyaki ulanı yani şu toprakka aylandırıyordu. Toprakka aylandırıp onu cennetke ya ki cehennemge taşlaydı. Şu olmaydı. Toprakka esli neyim boğan bolsa şuna aylanıp gidiyor. Nim için? Çünkü ular bu dünyaya yaratılışta bizge hizmet kılsın dep yaratılgan. Muş dünyadaki hemen aslında Allah muş insan için hizmet kılsın. Muş insan muş dünyadaki nazı nimetlerini, muş maddi nerselerini kullanış arkalık muş dünyadaki imtihanı ütüvasın dep Allah bizge şarait hazırlap bir için yaratkan başka nerselerini. Şunun için o başka nesler özünün vazifesini ada qıp boğan boğaçqa bizning hesabımız tügendik killam ular tuprakka aylandırıyor. Şu çağdısda muşu dünyaga eslip turup qalgan, muşu dünyaga berilip dünya parast bo'lib ketganlar nima deydi u? Ya laytani kuntu turaba. Men bu tuprak bo'lib ketsam-chi, ash hayvonlardek bo'lib ketsam-chi deb o'zining hayvon bo'lib qolishini orzu qiladi. İmtihandan o'tamaganlar. Ya'ni kafirlar, munofiqlar, mushriklar bu dünyanın imtihanından ötemaganlar ahirette hayvanın derecesiga chiqishni arzu qiladi. Çünkü ular hayvandan tuvan darajada yashag'achqa ulaika kal an'ami balhum adall. Ular hayvandaki yashag'achqa yoki hayvandan tuvan darajada hayvanning tuvan darajasiga tushib yashag'achqa dunyo hayotini ahiretga borgan vaqtda hayvonchilik bo'lishni arzu qilib, kashki men tuproq bo'lib ketsam-chu deydi. İnsanço normal insan hayvanga o'xshamaymiz qarindoshlar. Biz bu dunyodagi vazifamiz Allohni rozi qilish uchun kelgandikin Alloh buyurganini qilishimiz lozim. Endi Alloh endi dunyo bilan oxiratni selishtirib qo'yadi. Selishtirib bizga ko'z tutib qo'yadi. Dunyoni oxiratga selishtirgan vaqtida dünya hech nima emas. Hech qanday qadri qimmati yo'q deydi. Qarindoshlar, nimaga o'xshatsak masalan, dunyo nimaga o'xshaydi desak, dunyo pulga o'xshaydigan narsa. Dunyo pulga o'xshaydi degan vaqtimizda uning qimmati shu pulni xejlab bir narsa olsak, u pulning qimmati bo'ladi. Agar milliard dollar pulimiz bo'lsa, u pulni xejlayolmaydigan bo'lib qolsak, u pul bankada tursa, yayanjig'imizda tursa, açlıktan ölsek ölümüzki zerre kadar bizge faydası bo'lmaydi. Pulning qimmati uni xejlay olishimizda, uning qarshiliqida bir narsa ola olishimizda. Shuning uchun pul qimmatli bo'ladi. Dunyomi nima uchun qimmatlik? Oxiratni qozonadigan pul dunyo degan. Shu dunyoni xejlab oxiratni qozona olsak, bu dunyo qimmatlik. Agar bu dunyoni tepib oxiratni qozonish uchun xejlayolmasak, pullarimizning hammasi bankada turayotgan, qo'limizda bor, uyimiz, hamma narsamiz bor. Shunchalar nozi ne'matga ega turug'liq oxiratdan bir narsa setib olishga qo'llanmasak, ya'ni pul, mol, dunyomizni Alloh rizosi uchun qo'llanmasak, u pul shu plastik pul, hech nimaga yaramaydigan pul. Bütün aş uyimizga liq pul besig'liq bo'lsin. Bir to'g'ram non bo'lmasin qanday bo'ladi? Baribir o'limiz açlıktan. U pulning hech nimaga yaramaydi. U pul yarash uchun biz setib oladigan bir narsa bo'lsa, ma'qul setib olsak, anondan uning qarshiligiga bir kelsa, anondan qimmat bo'ladi.
Şunun için qarindoshlar, dunyoning oxiratga selishtirgan hech qanday qimmati yo'q bir narsa. Şunun için Allah bu dünyadaki mal mülkümüzni tepip Allah rızası için, Allah yolunda küreş için kullanıp mal dünyanımızda ahiretki transfer kılıverişimizni Allah arzu kılıdı. Bende ma dünyadaki pul melen, ma dünyada kep kalsa bir nesige yaramaydı o. Şunun için kulağındaki vaktista, hayat vaktinde bu pulunga ahiretliğimiz setip aldı. Allah müminlerden ularının canlarını, mallarını setip aldı deyişinin sebebi şu. Biz pul verimiz, canımızı verimiz, Allah bizge ahiretini verirdi, ebedi bektik hayat verirdi deyin. Allah ayetin ahirisini deydi. İlla tenfiru. Eğer müşrik şekilde köreşki çıkmaydıgan bolsaňlar, köreş kılmaydıgan bolsaňlar, yu'azibukum azaben alimen. Allah sizlerni qattiq azaplaydı. Qattiq azaplaydı degen qarindoshlar. Dünyada mı ahirette mi degen gep. Dünyada mı azaplaydı, ahirette mi azaplaydı? Dünyada qanday azaplaydı? Düşmanning quli bilen, qatlamlar bilen, irqiy qirg'inchilik bilen, zulmlar bilen, her türlü xorlashlar bilen, depsende qilishlar bilen Allah azap işi ötküzdü dünyada. Yu'azibukum azaben alimen. Elim diye bek canını ağırtıdığan. Mana vatanımız işgal kılınğandan keyin toğru tüzgün Allah buyurgan şekilde nefer olap, esker olap, uruşqa qatnaşmagandık. Nim boldu halimiz? Eğer azap içinde yaşavatımız mı yapma? Yu'azibukum azaben alimen. Nayet eğer şekilde azaplaydı sılını deydi. Küreş kılmaganның bedelini, uruş kılmaganның bedelini, cihat kılmaganның bedelini ceningli bilen, melingli bilen öteysizler. Allah'a bermegen melinglarni, Allah'a bermegen ceninglarni Xitay tajavuzçilari alıdı. Deydi Allah Kur'an'da. Emeliyette boldu mu? Allah rızası edip melimizni bermegendik her 5 yılda 10 yılda Xitay sirip mağdı o baylarımızı. Bay Pomçok, Bay Deyhan, bu dep her türlü kalpaklarını giydirip hiç iş tapamasa, Kur'an'ı setip dikense, onu okup dikense, maşinadan o çıkıp kaldı, bu çıkıp kaldı, uyandım, gücüm çıkıp kaldı dep töhmet verirler. Hazırkı zamanda onda bir töhmet kılış gibi ihtiyacı kalmadı Xitayna. Kiliplam eç gitip, canın turam simelan gımı deydi burun. Hazır onda demey, şu öldürü tutlam bütün mal mülkünü hemen musadır kıldıgan. Halka geldi. Küravatımız kaynak qarindoshlar. Vatanimizga berip kelish emas, tilpimmi qilinmaydigan halga keldik. Ailemizning ahvolini, sening ahvoling nereden nakagicha, hayotmi sen, bormisan deb bilinmaydigan halga keldik. Endi buningdanmi xo'rlik, buningdanmi yo'g'on bir azap bo'lamdi bir inson uchun, bir millat uchun, bir inson uchun o'zining oilasining nim bo'lganligidan xabar ololmaydigan holatga kelib qoladigan shunday achinishli holatmi bo'lamdi. Azap kılıdı Allah. Köreş kılmaganlarını şu dünyada da ahirette mi azaplaydı. Dünya ve ahirette azaplaydı. Azapını küravatımız. Ben yani dedi ve yastardil kavmen gayrakum. Eğer muşundaq halettim yani oyganmay keti ve sana bir gün olunup kala dep düşmenden ümit kütüp ya ki bolmasa bizning qo'limizdan nemish kelibdi deb üzenglarni yo'q sanab qo'limdan nemish kelibdi degan gap men inson emas degan gap. İnsanlıktan vazgeçtim degan gap. Bir insan bo'lsa qo'lidan hamma narsa keladi. Xitoy mi inson hamma narsani qilyotadayni. Xitoy qila olganning hammani Uyg'ur mi qila oladi? Sharqiy Turkistonlik mi qila oladi? Qo'limdan nemish kelibdi deganlik ruhiy jihatdan taslim bo'lganlik, insonlikdan voz kechganlik. Mo'min musulmonlikdan qo'yib voz kechiklik biz. İnsanlığımızdan voz kechgan. İnsanlıktan vazgeçti ne buldu insan? Hayvanlık derkisiga tushdi.
hayvanlıq maqamiga tushgandan keyin uning egisi uni xolisi sotadi, xolisi atadi. Xolisi o'ltirib yeydi, xolisi ko'madi. Chunki hayvanning egisi mulkiyati insonga doir. Chunki Alloh hayvonni inson uchun yaratgan. İnsan insonlik maqomidan tushib kurash qilmay, hayvonlik darajasiga tushgandan keyin mening qo'limdan nima keladi deb yo'q bo'lishga mahkum. Bundaq vaqtda nima bo'ldi? Va yastabdil qawman ghayrakum. Alloh bu mamlakatga sizlardan boshqa millatni sizlarni o'zgartirib etib, boshqa bir millatga almashtirib etadi deydi. Mesela Şarkı Türkistan'da burun kim yaşaydı? Türk halkları yaşaydı. Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen degende Türk irqiga dair milletler yaşaydı. Küreşni terk kılsanlar Allah bu milletlerini özgertip başka bir milletke aylandırıp etdi. Yani Xitay milletiga aylandırıp etdi. Şarkı Türkistan degan ismini Xitoycha ismga aylantirib etdi. Qashqar degan ismni boshqa Xitoycha ismga aylantirib etdi. O'zingning mahallaringdan tortib hammani Xitoycha ismga aylantirib etdi. Balalaringlarning ismini Xitoycha ismga aylantirib etdi. Rohinglarni Xitoychaga aylantirib etdi. Shunday qilib bir tarafdan irqiy qirg'inchilik bilan o'lib tugsanglar, yana bir tarafdan ruhiy jihatdan o'zgarib Xitoylashib ketsizlar deydi. Ve yastabdil qawman ghayrakum. Qawman ghayrakum degan bir millatga ghayrakum sizlardan boshqasiga o'xshamaydigan yot millatga aylantirib etdi. Yot millat ghayrakum degan yot millatga aylantirib etdi. Sizlar bilan aloqasi yo'q. Yot millatga aylantirib etdi. Buning atini qarindoshlar Qur'onda istisol deyiladi. Istisol, ko'kidan qurtib etish. Bu Alloh taolo tarafidan keladigan bir azob. Bunu Allah Kur'an'da bekçi qiyadi deydi o. Bizning ayetlerimizni inkar qilganlar. Bizning ayetlerimizga quloq bermaganlar, itoat qilmaganlarni shunday istisol halokatidan halok qilamiz deydi. Shu hamda biz Sharqiy Turkiston xalqi mushunchalik qolgan vaqtimizda ojiz bo'lsakmi taxe hayot biz Xitoy qo'lidan kelganini qilayotgan bo'lsa-mu Allohning rahmati bilan yana shunchalik hayot biz qarindoshlar. Mush sharoitda Alloh tarafga qaytib, Allohning ashu infiru fi sabilillah Alloh rizosi uchun kurashga otlaninglar degan amrga qaytaylik qarindoshlar. Kurash deb bo'lg'acha qarindoshlar hammamizning aqliga shu bitdan qo'limizda nima kas chiqib Xitoy qarshi bir ish qilish deb o'ylaymiz. O iş unda bo'lmaydi. Unda mı qilg'il olmaydi bu ishlarni. Bu ishninki birinchi qadam va ikkinchi qadam va uchinchi, to'rtinchi qadamlar va qarindoshlar. Allah shu dunyoni qanday qonuniyat bilan yaratgan bo'lsa, shu qonuniyatga ergashsak, shu qonuniyatga amal qilsak, buning birinchi qadam, ikkinchi qadam, uchinchi qadamlar bo'yicha maqsad Xitoyni yengalaymiz. Masalan, hozirgi holatimiz bilan cheniqmagan, xom go'sht, keraksiz holatimiz bilan Xitoy bilan urush qilishni xayol qilsak qo'rqamiz. Ras u Xitoyning askarlari cheniqqan bo'lgandan keyin, ularning qurol yaroqlari sarxil bo'lgandan keyin qo'rqamiz. Ammo bizmi cheniqib boqaylik? Xitoy askarlari cheniqqandek bizmi cheniqaylik? Askariy bilimlarni olaylik. Bizmi kalla bo'lgandan keyin bir narsani yasaylik. Yasab Xitoy bilan tang kelganda bizmi cheniqib har qanday dunyodagi har qanday askar bilan tang urush qila oladigan holga kelgan vaqtda qo'rqmaymiz qarindoshlar. Xitoy kim u? Dushman. U bizning vatanga nisbatan chet ellik u. Sharqiy Turkistonga bizning o'z vatanimiz. Ruhiy jihatdan biz ustun. Chunki ma vatan mening, sen tajovuzchi deylaymiz. Ruhiy jihatdan ustun. Ma'naviy jihatdan biz ustun. Ama maddi jihatdagi kuch tang bo'lgandagilar qo'rqmaymiz. Qo'rqmagan vaqtda Xitoy hozirgidan onasi kuchlanib ketgan taqdirda qo'rqmay urush qila oladigan bo'lamiz. Har qanday sharoitda inson bilan inson tang kelg'ildi, urush qilg'il bo'ladi. Buni Xitoy bilgachga, mush o'lamjon holimizga tushib qolsakmi, hozir Xitoy yana rahim shafqat ko'rsatmay bizni davomli o'ltirishining sababi qarindoshlar.
Xitay bu haqiqatni biladi. Bir kun Uyg'urlarning ko'zi ochilib, uyg'onib ketib qolib qolsa, Mao zaminni bizni tatib oladi, intiqomini oladi deb qo'rqqachqa, shu ojiz vaqtida yo'qitib bitayli bo'linay deb bizga irqiy qirg'inchilik qilishning sababi shu. Mush ojiz holatda yo'q qilib bitayli deb butun qo'lidan kelgan eskiliklarning hammani qilishi, iqtisodiy kuchini, diplomatiya kuchini, harbiy kuchini, siyosat kuchini hammani ishga solib, butun dunyoni aldab turib, bizni yo'q qilishga tirishishning sababi shu qarindoshlar. Shuning uchun biz voz kechsak bo'lmaydi. Yo'limizdan voz kechsak bo'lmaydi. Allohning amri farmonini ijro qilishdan voz kechsak bo'lmaydi. Alloh ko'rishga otlaninglar degan bo'lsa, qarindoshlar, birinchi qadamimiz niyat qilamiz. Har qanday ish niyat qilamiz-ku. Niyat qildim, o'tarman deb namoz bomdatning shirkat sunnatni degandek niyat qildim. Allohning jihad amrini ado qilish uchun ma'u lamzalilik maydonidan haq maydoniga chiqishga, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga qatnashishga niyat qildim. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish niyatiga keldim. Haq maydoniga o'tishga niyat qildim. Allohning qo'shini bo'lishga niyat qildim deb niyatimizni o'zgartayli. Namozni boshlashdan burun niyat qilamiz-ku. Oldin niyatimizni o'zgartaylik ro'za Ramazonda. Anandaki hamma ish bo'ladi. Qarindoshlar, oyatning oxirisida "Va la tadurruhu shay'a" agar mushunda bo'lib qolsanglar, Alloh sizni boshqa millatga o'zgartib etib qolib qolsa, Allohga hech qanday zarar berolmaysizlar. Hech nima qila olmaysizlar. Baribir ziyon tortadigan sizlar bo'lasizlar deb Alloh bu oyatni oxirlashtiradi. Vallohu ala kulli shay'in qadir. Alloh hamma narsani qila oladi deydi. Alloh hamma narsani qila oladi deganning ichida qarindoshlar, bizni yo'q qilib xitoylashtirib etishga qodir bo'lgandek, bizni qaytadan tirildirib, qaytadan uyg'otib, qaytadan ruh berib, qaytadan musulmonlik, mo'minlik holatimizga ekilib, bizga Xitoyga qarshi urush qila oladigan holatga ekilishga Alloh qodir. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirishimizga yordam qilishga Alloh qodir. Qarindoshlarim, oyat mishada tugadi. Endi biz o'zimizga qarab baqsaq, tariximizga qarab baqsaq, mushu oyatni ijro qilish uchun, mushu oyatni tatbiqlash uchun ishimizdan chiqqan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Bular yaqin zamonda bizning ko'zimizni ochgan, uyg'onishga sabab bo'lgan qahramonlarimizdan Zaydin Yusuf rahmatullohi alayhi Barin inqilobining rahbari bor. Yani aşılımı bir dehqon. Dehqonlar qo'zg'alib, Xitoyni shu qadar cho'chitdi, shu qadar qo'rqatdi. Sharqiy Turkiston xalqini shu qadar uyg'ota oldi. Hozirga qadar Xitoyga qarshi kurash qilamiz, Xitoyga qarshi turamiz. Sharqiy Turkiston mening vatanim, ashani Xitoy tortib oldi, ashani qaytarib olamiz deb yurayotgan insonlar bo'lgan bo'lsa chet elda. Shu Zaydin Yusufninki ruhidan shu Zayd Yusufning qilgan harakatlarining jihodining barakatlaridan bo'layotgan ish. Chunki shahid degan gap qarindoshlar millatning ichidan chiqqan shahid va dehqonlar yerga teradigan urug' o'xshaydi. O'ntaga bug'doyni olib, besharak bug'doyni terib qolganini yeydi dehqonlar. Shu bir charak bug'doy, ya'ni kelarjilar, ya'ni shu qadar bug'doy chiqishga sabab bo'ladi. Urug'liq. Shunga o'xshagan insonning urug'ligi musulmonlarning orasidan chiqqan shahidlar. Bir millatdan shahid chiqmasa, urug'liq tugab ketib, hozirgi zamonda tersaqma kelar yil o'lmaydigan urug'lab ketdi, urug'ning naslini quritib etdi. Jiyan qilib. Ashunda bo'lib ketib qolsa, nasl tugab ketadi. Millatning ichidan shahid chiqmasa, mujohid chiqmasa, qahramon chiqmasa, u millat o'ladi. Shuning uchun qarindoshlar, shu Zaydin Yusuflar va uning sabdoshlari bizning urug'lig'imizda ular jonlarini Alloh rizosi uchun fido qildi, shahid bo'ldi.
nurg'un Zaydun Yusuflar chiqdi. Undan keyin millat biroz tirildi. Biz aramızdan da shunday Zaydun Yusuflar chiqishi lozim. Zaydun Yusufni va'da xotirlaganda qarindoshlar, bir hafta ichida Barni inqilobininki yillik vaqti keladi. Barni inqilobini xotirlash munosabati bilan namoyish qilmoqchi. Mush munosabat bilan chaqiriq qilay har biringlarga. Mush bir haftadan keyin Barni inqilobi xotiri kuni Sharqiy Turkiston xalqi sifatida Xitoyga qarshi jihad qilish imkonimiz bo'lmasimi hozir? Qurolliq jihad qilish imkonimiz bo'lmasimi? Shu qurolliq jihad qilish orzuyimizning borlig'ini, Xitoylarni qo'g'lab chiqarish, vatanimizni mustaqilligini asliga keltirish orzuyimizning borlig'ini ifodalash uchun shu mustaqilchi jangchilarimizni yuzi xotirasi uchun mush qatimqi namoyishga butun millat shaklida chiqaylik qarindoshlar. Bu Sharqiy Turkiston masalasi falan tashkilotning, tashkilotning shaxsiy masalasi emas, Sharqiy Turkiston masalasi. Unda bo'lgandan keyin Barni inqilobini xotirlash uchun mush qatim umum yuzlik hamma tashkilotlar, butun Sharqiy Turkiston xalqi o'zimiz turayotgan yerda shu turayotgan davlatlarningki tashqi ishlar ministrligining oldiga boraylik. Agar uzoqlab qolsa turayotgan yerimizga shu yerdagi eng cho'ng shu hukumat binolarining oldiga borib chet elliklarga, o'zimiz yashayotgan chet el davlatlardagi chet elliklarga, chet ellik siyosiyonlarga, davlat arboblarga biz Sharqiy Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan Xitoyning vatanimizni besib olishga rozi emasligimizni, butun Sharqiy Turkiston xalqining orzusining o'z vatanimizning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini ifodalash uchun namoyishga chiqaylik. Barni inqilobini xotirlaymiz. Chunki bu Barni mujohidlari Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun urushdi. Buni xotirlaymiz. Bizdimi nim bo'lgan bo'lsa, bizmi shu deb mustaqillik irodamizni xalqaraga bildiraylik. Xitoy konsuliga berib desak, foydasi bo'lmaydi. Xitoy konsuliga desak, nim bo'ladi desanglar, Xitoy konsulidan alqi da'vo qilgan vaqtimizda mahkamaga boramiz-ku. Falon bijmamni elib oldi yapringlar. Baga vaqtimizda shu mahkamani hokim sifatida qabul qilganlik bo'ladi. Agar shu Xitoyning oldiga bo'lsa, Xitoyning hokimligini, hokimiyatini qabul qilgan bo'lamiz. Ey Xitoy, sen hokim, maqta qalaymiqan ish qilyapsa, sen hukmni chiqarib deb Xitoyning hokim deb berib Xitoyning hokimligini e'tirof qilganlik bo'ladi. Shuning uchun chet elga o'zimiz turayotgan davlatlarga boraylik qarindoshlar, irodamizni bildiraylik. Mustaqillik irodamizning borlig'ini bildiraylik. Barni shahidlarini, marhum Zaydun Yusufni unutmaylik. Allah bizlarni shu Barni inqilobchilarining qatoridan qilib etsin, ashul qilgan ishlarni qila oladigan halga kelsin. Allah bizlarni tirildirsin, uyg'otsin. Allah bizlarni Allah rızıgan küreşçilerin qatardan kılsın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin.